1 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'sish va rivojlanishdagi normalarini bilasizmi? Ya'ni chaqalog'imiz tug'ilgandan to 3-4 oylikgacha bo'lgan paytda gipertonus holatida bo'ladi. Bu norma holat hisoblanadi. To 3-4 oylikdan keyin o'zi sekin yo'qolib boradi. 3 oylik bolajonimiz orqadan oldinga va 4 oylik bo'lganda esa oldindan orqaga ag'darish boshlash kerak. 6 oylik bolajonimiz o'tirishga harakat qilish boshlash kerak va ritmdagi o'ng va chap qo'lini uzatish boshlash kerak va begonalar va o'zin yaqinlarini ajratish bilish kerak. 8-9 oylik bo'lganda bolajonimiz emaklashga harakat qiladi. Bu xoh 4 oyoqlab bo'ladi, xoh qorin bilan surish boshlash kerak va yot jismlarni og'ziga solish boshlaydi. Bu oydagi bolajonimiz tashqi dunyoni og'iz orqali his qilish boshlaydi. Shuning uchun ko'p narsani og'ziga soladi va turli xil yallig'lanish kasalliklari ham kelib chiqishi mumkin. Tabriklayman, bolajoningizni 1 yoshini siz bilan sog'lom qarshi oldik. 12 oyligidan to 18 oyligigacha bolajonimiz narsalarni ushlab yurish boshlaydi va o'zi mustaqil yurib ketadi. 6 oy muddatda, ya'ni 1 yoshdan 1,5 yoshgacha bo'lgan muddatda o'zi mustaqil yura olsa, normal rivojlanayotgan bo'ladi. Ammo bu yoshdagi bolajonlar juda sho'x bo'lish boshlaydi. Shuning uchun onajonlar sizlardan so'rab qolamizki, bolajoningizni ehtiyot qiling, yiqilishlardan, turli xil travma olishlaridan.